Ravshan aka kalaska sotasiz. O'zingizni farzandingizga nima kalaska olib bergansiz? Xo'p, aka, tushundim. Ko'pchilik o'zi so'raydi, sotuvchisan, qanaqa kalaska tavsiya qilasan, o'zing qanaqa olgansan? Okey, men A8 olganman, Canady brendidan. Bu kalaskani men 2 oy kutdim-da, kelishini, ishonasizmi? Xo'p, bu kalaskaning zo'r tarafi ichi keng, farzandingiz bemalol yotadi, usti kojinli Ravshan bo'ladi. aka, obunachilarimizga narxi qiziq. Nechta pul bu narxi? Bu kalaskani oxirigacha eshiting, narxini oxirida aytaman, sizni hayron qoldiradi, aka. Xo'p, kalaskamizni qarang, usti koja isitib yormaydi, komplektida hamma narsasi bor. Hamma sezonga yetadigan narsa bor. Sumka, zimniy chexol, moskitniy setka, dashtivik, yig'ganingizdagi olib qo'yilgan qopi. Keyin men sotib olgan paytimda mana bu narsa yo'q edi, aka. Bu 4 ta baloni bor, zapasnoy balon. Chunki farzandingiz 3 yil xizmat qilsa, bu kalaska eng ko'p yedirilgan narsa baloni almashtirib ishlataverasiz. Keyin yana bitta zo'r tarafi buni yig'ilishi, hamma buni yig'ilishini so'raydi. Kichkinami, qo'polmasmi deb yig'ilishi mana shunday. Juda ham zo'r olgan yig'ilishlari. Zo'r, aka, mashinaga solib olib ketaverasiz. Narxini 1.900.000 sotganmiz, aka, mana. Hozir sizga eng arzon narxda 1.450 qilib beraman. Lekin bu narxga juda ham zo'r, tavsiya qilamiz. O'zlari ham foydalangan kalaska, barchalarni do'konda kutib qolamiz.